o'zbeklar va biz turklar o'shalarni o'rnini to'ldiramiz, o'z tilimizga yozamiz va o'z tilimizga o'qiymiz. Ozod o'g'lim, hur o'g'lim, har oning huzur o'g'lim, shahdingdan kun yorishsin, yuzi yorug' nur o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. El bo'lsa yigit jonim, sel kabi jo'shar qonim. Aziz do'stlar, sizningcha bilim yurtiga borish, darsliklarni o'qish shunchaki vaqtni behuda sarflashga o'ylaysizlarmi? Kelingizlar, so'zlab eshitib o'taylik. Tahsil butun hayotimizda muhim rol o'ynaydi. Bizning eng yuqori salohiyatimizga erishish uchun, yetish uchun yo'l ochadi. Ko'pchiligimiz tahsilning ahamiyatiga e'tibor berish o'rniga o'qishning ziraklariga e'tibor qaratamiz. Bizning ilm maktabi bo'lgan dunyo matlabi, Buxoriy bobon kabi qilgin tafakkur o'g'lim, g'aflatdan yuz bor o'g'lim, ul hammadan zo'r o'g'lim. Bu tilni boshqalardan biz tanitsak, bu tilni qanday kelgan, bu tilni tarixi qanday, qaysi mamlakatlarga gaplashadi. Chunki oz katta Karga bo'lsang shay, seni kaftimda bizda ta'sib yo'q. Biz faqatgina o'z tilimizni olib borish uchun, ilgari olib borish uchun, mashhur bo'lmoq uchun biz sa'y harakatlar qilamiz. ul hammadan zo'r o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. Allohning baxt kamosi, ajdodlar. Biz faxr ila, mehr ila, sevgi ila 29 mezon o'zbek tili milliy kunini nishonlamoqdamiz va nishonlaymiz. Yo'lingda qancha choqlar, uyg'onmasliging xohlar, sen esa shunday chog'lar, o'l qaytmas jasur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. Yasha Ham o'zbekcha esadi. Ko'klar ham o'zbekcha deyip et mahrum oğlum, biz o'tmish sen kelajak, umring baxtga to'lajak, o'zginamning bo'lajak Navoiy Bobur o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, g'aflatdan yuz bor o'g'lim, ul hammadan zo'r o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, g'aflatdan yuz bor o'g'lim, ul hammadan zo'r o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. Ukalarimiz vega zamzama bo'ldi. O'zbekiston meni yoshim olib keldi. Biri mo'ysafirlar va ko'ylak inovalar vega jilib kelgan. Barcha xush bo'ldim bu yo'lki barnomalarda ular bugun bayon qildi. Vaqat tashakkur qavmlardan Abdulqaviy Diyorman chiqishlarida Sofu sabah dilimden, yüreklerin gönlü
Muhammad